qilyapsizlar? Qani? Betaylar. Qayoqda yuribsizlar? Qaydasan? Bono aka qochib ketibording. Tez-tez Yana kelinglar. kim? Shahlo bor. Iltimos, erga tegmaganlar. Shahlo bu kimning manzili? Insta bloger hozirgi kunda xonanda ham. Xush kelibsiz. Feruza Normatovga nelaringiz? Chunki men o'zi ko'pchilik biladi, meni kuzatib deganda men shaxsiy hayotim haqida umuman ijtimoiy tarmoqlarda ham, intervyuda ham boshqa joyda umuman gapirmayman. Hammasi aniq Gruppasidan tashqari. Gruppasidan bilasan, har doim jim o'tiraman, men gapirmayman. In the streets, so this ladies like, big deals, trade shows like, make it this, make it that, like, don't like it. Whoa, qani. Ana Feruza zo'r tomosha Sen kızlar oramı Hozir shunaqa asal chiqqan, mana yana qolgan kelmagan qizlar, lekin qaranglar, shunaqa podarokda quruq qolasilar. Mayli, olib qo'yamiz ularga. Mayli, yaxshi gaplar. Mayli. Lekin asal chiqqan. Rahmat katta. Ochib ko'ringlar. Yeylar, choy qilinglar, shokoladlar bor. U bo'ldi bu. Ketdi. 1 2 Mama. U bo'ldi, bu bo'ldi, Feruzerli bo'ldi. Bitta nima bo'lyapti bitta? Voy nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti? Bunaqasi bo'lmagan mana. Gapirishmi? Hangilar Qarang. Hammani qorni ochibdi-yu. Ben şarjırganman вообще boy. Nasıl kilometr saat o'tgan narsalarni bila qo'yishmayapti. Cho'tta kengisi sizsiz o'ljasi. İyi, tamam. Sizsiz diamond o'ljasi. Ya, janjal yozdi. tuqqani yo'q, tug'ilsa kelgan yerga Bular faqat men ustimdan kuladilar shunaqa. Biznesi yo'q. Mazza qilib yurasan, deb mana hozir ham kirib ketdilar pastda. Yaxshi qilyapman-ku. Da, men xursandman o'zi. Biznesim yo'qligidan zo'r. Da, hamma biladi. Biznes boshlagin, siqilishni boshlaysan keyin. Boshlash niyatim yo'q, men yaxshi yashayapman. Xudoga shukr, ota-onam boqadi meni desam. Секта в карандеграунд, с одной головы соседина, весь пух и прах, все с одного ребра и одна сатана, а в глаза бела пелена, до сорта пена бела брызжет, кипит буйно голова да моя. Voy bugun men juda ham xursandman. O'zim to'yim bo'lgan vaqtlar yodimga tushib ketdi. Xuddi shunaqa sovuq kunlarda noyabr oyida bo'lganda, hozir oktyabr tugayapti. Bizniki noyabrda bo'lganda, hayajonli kunlar bo'lgan. Feruzaxonga ham xuddi o'zimdek chiroyli baxt tilayman. Ko'plab farzandlarning onasi bo'lsinlar va o'zlari xohlagandek ideal turmush tarziga erishsinlar. Feruzaxon o'zi juda ham ko'ngli ochiq, samimiy qiz. Men yaxshi ko'raman. Eng asosiysi qaysi jihatini hurmat qilaman? Uncha-muncha erkaklardan mard, albatta, qo'li ochiq va qaysi ishga qo'l ursa, albatta u barakali bo'ladi, gullab yashnab ketadi. Tadbirkorlikda ham umuman ota-onasini, oila a'zolarini e'zozlash bo'yicha ham juda ham hurmat qilsa arzigulik qiz. Kuyovimiz omadlari bor ekan, shunaqa yaxshi qilibdi. Doim ularni ehtiyot qilsinlar endi. O'ylaymizki, uzoq umr kechirishadi va baxtli, saodatli bo'lib hammaga Здесь рулит буйно голова, буйно
голова. Беславный бой на секте в 40 грамм, брат. С одной головы вся седина, весь пух и прах, все с одного ребра и одна сатана. А в глаза бела пелена, до сорта пена бела брызжет, кипит буйно голова. Да моя яма глубже рва, два надреза по 3 шва. Сочетает расправа, здесь в синей форме арава. И железные оковы, да на руки рукава. Терпей буйно голова, да терпей буйно голова. Пряник, ну да булава, суд вагон тетерева. Мякиш хлеба, чай, халва, да терпей буйно голова. Да наломала коль дрова.